Agrofarg'ona kanali uchun maxsus olinayotgan video. Bittadan like bosinglar. Bu nima degan odamlar uchun? Bu qoqi bo'ladi mana. Qoqi dudlash ishlari. Bu qaysi o'rikdan ko'proq qoqi bo'ladi bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Buni qaranglar. Eksportga, o'zimiz ichki bozorlarga tayyor bo'linayotgan qoqilar. Mana shu holatda tayyorlanadi. Bittadan like bosishlaring esdan chiqmasin, bu dudlangan holat bo'ladi. Hozir endi sizlarga dudlanmagan holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda mana qoqilar qishga xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Mana bu dudlanmagan holati bo'ladi. Shuncha qoqini mana eksport qilishadi akalarimiz. Hamma yo'qda qoqi ko'rib turibsizlar. Bittadan like da bosib qo'yinglar mehnatlarga. Qoqi bo'ladigan o'rik ko'chatlarimiz ham sotuvda bor. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar.